Do'stlar, agar siz yoki oilangizdan kimdir 1.500.000 so'm miqdorida pul olgan bo'lsa, bu xabarni oxirigacha eshitishingiz juda muhim. Chunki hozir odamlar orasida bu pul qaytarib olinar ekan, qo'shimcha tekshiruv bo'lar ekan. Yana yangi to'lov chiqar ekan, kartaga tushgan pul uchun ariza yozish kerak ekan degan gaplar ko'payib ketdi. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim bemalol bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va eng muhimi, firibgarlarga aldanmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalgi tartibda ko'pchilik to'lovlar yoki yordam pullari oddiyroq ko'rinardi. Odam mahallaga murojaat qilardi, ariza topshirardi. Keyin ro'yxat shakllanardi. Tasdiqlansa pul bank kartasiga yoki naqd shaklda berilardi. Lekin oxirgi yillarda ijtimoiy to'lovlar, bir martalik moddiy yordamlar, nafaqalar, kompensatsiyalar va turli qo'llab-quvvatlash pullari elektron tizimlar orqali tekshiriladigan bo'ldi. Ya'ni endi faqat mahalla aytdi, tanishim kiritib qo'ydi, ariza yozgan edim degan gap yetarli emas. Tizim oilaning daromadi, rasmiy ish joyi, pensiya, nafaqa, mulk, avtomobil, tadbirkorlik faoliyati, bankdagi ayrim tushumlar va boshqa ma'lumotlarni solishtirib ko'rish mumkin. Mana shu joyda 1.500.000 so'm olganlar uchun syurpriz degan gapning mazmuni paydo bo'ladi. Bu hamma pulni qaytaradi degani emas. Bu hamma jazolanadi degani ham emas. Asosiy masala shundaki, ayrim to'lovlar bo'yicha keyingi tekshiruv, ma'lumotlarni qayta solishtirish yoki hujjatlarni aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Agar odam pulni qonuniy asosda olgan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, oilaviy holati, daromadi va arizadagi ma'lumotlar to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. Lekin noto'g'ri ma'lumot berilgan, oila daromadi yashirilgan, boshqa shaxs nomidan ariza topshirilgan yoki bir xil asos bilan bir necha joydan pul olingan holatlar bo'lsa, ana shunda savollar tug'iladi. Oldin odamlar ko'pincha pul tushdimi? Demak hammasi hal bo'ldi deb o'ylardi. Hozir esa pul tushgani jarayon tugadi degan emas. Ba'zi hollarda pul tushgandan keyin ham ma'lumotlar qayta tekshiriladi. Masalan, ariza topshirilgan paytda oilada hech kim rasmiy ishlamaydi deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Lekin keyin tizimda oila a'zolaridan biri rasmiy oylik olayotgani ko'rinib qoladi. Yoki uy-joy sharoiti og'ir deb ko'rsatiladi. Lekin nomida boshqa mulk borligi aniqlanadi. Yoki ariza beruvchi daromadim yo'q deydi. Ammo plastik kartaga muntazam, katta pul tushumlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda tashkilotlar savol berishi tabiiy. Endi 1.500.000 so'm olganlar nimalarni bilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi navbatda pulning manbasini aniqlash kerak. Bu pul sizga qaysi asosda tushdi? Moddiy yordammi, ijtimoiy nafaqami, bolalar nafaqasimi, kompensatsiyami, ish joyidan berilgan yordammi? Hokimlik yoki mahalla orqali ajratilgan bir martalik to'lovmi, bank aksiyasi yoki boshqa to'lovmi? Chunki har bir pulning tartibi boshqa bo'ladi. Bir martalik moddiy yordam bo'lsa, talablar boshqacha. Bolalar nafaqasi bo'lsa, oilaning daromadi va farzandlar soni muhim. Kompensatsiya bo'lsa, uning o'z sabab va hujjatlari bo'ladi. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Oilada ota vaqtincha ishsiz, ona uy bekasi, 3 nafar farzand bor, ijara uyda yashashadi. Mahallaga murojaat qilishgan holat o'rganilgan, oilaning haqiqatdan ham ehtiyoji borligi tasdiqlangan va 1.500.000 so'm yordam puli tushgan. Bunday oilada hujjatlar to'g'ri bo'lsa, xavotirga asos yo'q. Lekin shunda ham ariza nusxasi, mahalla bergan ma'lumotnoma, bankdan pul tushgani haqidagi SMS yoki ilova skrinshoti, oilaviy holatga oid hujjatlar saqlab qo'yilishi kerak. Chunki keyinchalik bu pul nima asosda tushgan degan savol bo'lsa, odam xotirjam javob bera oladi. Ikkinchi vaziyat, bir odamning oilasi yordam puli olgan, lekin ariza berilgan paytda daromad yo'q deb yozilgan. Aslida esa oila a'zolaridan biri rasmiy ishlagan va oyiga 3.000 ming so'm atrofida maosh olgan. Agar bu ma'lumot ataylab yashirilgan bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. Bu yerda gap faqat maosh ko'pligida emas. Gap arizada berilgan ma'lumotning to'g'ri yoki noto'g'riligida. Davlat yordamlari odatda eng muhtoj qatlamlarga beriladi. Agar odam o'z holatini boshqacha ko'rsatib, boshqalarning haqqiga kirgan bo'lsa, qayta tekshiruvda pulni qaytarish talabi yoki boshqa choralar ko'rilishi mumkin. Uchinchi vaziyat, ayol kishi farzandlari uchun nafaqa oladi. Kartasiga 1.500.000 so'm tushgan.
Shu payt telefoniga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga yangi syurpriz to'lov chiqdi, kartangizni tasdiqlang, kodni ayting, yana 1.500 million so'm tushiramiz deyishadi. Mana shu eng xavfli holat. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali bank kartangizning parolini, SMS kodini, PIN kodini, ilovaga kirish kodini so'ramaydi. Agar kimdir kodni ayting, pul tushiramiz desa, bu deyarli aniq firibgarlik. Odamlar davlatdan pul chiqibdi degan umid bilan kodni aytib yuboradi. Keyin kartasidagi bor pul yechib olinadi. Shuning uchun 1.700 million so'm olganlar uchun eng katta syurprizlardan biri firibgarlarning faollashgani bo'lishi mumkin. 4-vaziyat. Kishi ish joyidan moddiy yordam olgan. Masalan, korxona bayram munosabati bilan yoki og'ir oilaviy sharoit sababli 1 million 500 ming so'm ajratgan. Bunday holatda bu pul davlat ijtimoiy nafaqasi emas, ish beruvchi tomonidan berilgan to'lov bo'lishi mumkin. Bu yerda savol soliq, buxgalteriya va ichki buyruq bilan bog'liq bo'ladi. Ishchi bu pulni nima asosda olganini bilishi kerak. Buyruq bormi? Ariza bormi? Mehnat shartnomasi doirasidami? Mukofot sifatida yozildimi yoki moddiy yordam sifatida? Chunki keyin bankda, soliqda yoki ish joyi tekshiruvida bu to'lovning nomi va asosi ahamiyatli bo'ladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda arizada noto'g'ri ma'lumot berganlar. Masalan, oila tarkibini kamaytirib yoki ko'paytirib ko'rsatganlar, daromadni yashirganlar, nomidagi mulkni aytmaganlar, rasmiy ish joyini ko'rsatmaganlar. Ikkinchi guruh. Bir xil yordamni turli yo'llar bilan qayta olishga uringanlar. Uchinchisi, pulni o'zi olmay, kimningdir kartasi yoki hujjati orqali rasmiylashtirganlar. To'rtinchisi, mahalla yoki boshqa idora xodimiga tezlashtirib berasiz deb noqonuniy pul berganlar. Chunki bunday holatlar keyin tekshirilganda faqat xodim emas, pul olgan odam ham tushuntirish berishga majbur bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz arizani o'zingiz topshirgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz rost bo'lsa, pul rasmiy tartibda tushgan bo'lsa, sizdan hech kim kartangiz kodini so'ramagan bo'lsa, mahalla yoki mas'ul tashkilot sizga to'lov haqida aniq ma'lumot bergan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Har bir to'lov bo'yicha dalil saqlash kerak. Bank ilovasida tushum tarixi, SMS xabarnoma, ariza nusxasi, pasport yoki ID karta nusxasi, oilaviy holat hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ijara shartnomasi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Kartaga pul tushsa, bu avtomatik ravishda mening pulim bo'lib qoladimi? Yo'q, har doim ham emas. Agar pul sizga rasmiy asosda, sizning arizangiz yoki belgilangan ro'yxat bo'yicha tushgan bo'lsa, albatta undan foydalanishingiz mumkin. Lekin texnik xatolik bo'lib, boshqa odamga mo'ljallangan pul sizning kartangizga tushsa, bu pulni sarflab yuborish to'g'ri emas. Bunday holatda bank yoki to'lovni yuborgan tashkilotga murojaat qilib, pulning manbasini aniqlash kerak. Chunki xato tushgan pul keyin qaytarilishi talab qilinadi. Agar pulni sarflab yuborgan bo'lsam-chi, agar pul qonuniy tushgan bo'lsa muammo yo'q. Lekin agar keyinchalik to'lov noto'g'ri ajratilgani aniqlansa, men ishlatib qo'ydim degan gap masalani yopib qo'ymaydi. Tashkilot pulni qaytarishni so'rashi mumkin. Shuning uchun katta tushum bo'lsa, ayniqsa siz kutmagan pul bo'lsa, darhol hammasini yechib ishlatib yubormasdan oldin manbasini tekshirib oling. Bu juda oddiy. Lekin ko'pchilik aynan shu yerda xato qiladi. Uchinchi nozik masala oilaviy daromadni hisoblash. Odamlar ko'pincha mening nomimda daromad yo'q deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy yordamda faqat bitta odam emas, butun oila holati ko'rilishi mumkin. Masalan, er ishsiz, lekin xotin rasmiy ishlaydi. Yoki ota-ona bilan bir ro'yxatda yashaydi. Ulardan biri pensiya oladi. Yoki o'g'il chet eldan muntazam pul yuboradi. Yoki oilada kichik do'kon bor. Patent yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik ochilgan. Bularning hammasi ayrim hollarda hisobga olinishi mumkin. Demak, mening kartamga maosh tushmaydi degani oilada daromad yo'q degani emas. 4-nozik masala. Ro'yxatda turish va amalda yashash joyi. Ko'p odam bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, pasport bo'yicha ota-onasining uyida, amalda ijarada. Ijtimoiy yordam yoki bir martalik to'lovlarda bu farq muhim bo'lishi mumkin. Agar siz ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi yoki mahalla tomonidan berilgan yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin.
aks holda tizim sizni ota-onangiz bilan bir xo'jalikda deb ko'rishi mumkin. Bu esa daromad hisobiga ta'sir qiladi. 5-nozik masala plastik kartadagi tushumlar. Bank kartangizga qarindoshlar, do'stlar yoki tanishlardan tez-tez pul tushib tursa, ayrim tekshiruvlarda bu daromad sifatida savol tug'dirishi mumkin. Masalan, siz daromadim yo'q deysiz. Lekin kartangizga har oy 2000 million yoki 3000 million so'm turli odamlardan tushib turadi. Bu albatta avtomatik ravishda noqonuniy degani emas. Balki qarz qaytgan, qarindosh yordam bergan, to'y xarajatlari uchun yig'ilgan, davolanishga yordam bergan bo'lishi mumkin. Lekin shunday holatlarda tushuntirish tayyor bo'lishi kerak. Kim yuborgan, nima uchun yuborgan, bu doimiy daromadmi yoki bir martalik yordammi? Shuni izohlab bera olish kerak. 6-nozik masala vositachilar. Ba'zi odamlar men sizga 1.500 so'm chiqarib beraman, faqat oldindan 200.000 so'm berasiz deb yuradi. Men buni ochiq aytaman. Rasmiy yordam pullari hech qachon shaxsiy vositachi orqali sotiladigan xizmat bo'lmasligi kerak. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, arizani o'zingiz rasmiy tartibda topshiring. Kimdir pul evaziga ro'yxatga kiritaman desa, bu sizni ham xavfga qo'yadi. Chunki keyin tekshiruv bo'lsa, men bilmagandim deyish qiyin bo'ladi. 7-nozik masala syurpriz degan so'zga aldanmaslik. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'pincha shov-shuvli sarlavhalar chiqadi. 1500 million so'm olganlarga yana pul beriladi. Hamma hujjat topshirsin. Bugun oxirgi kun. Kartangizni tekshiring. Bunday xabarlarni ko'rganingizda birinchi savol bering. Manba qayerda? Rasmiy idora e'lon qildimi? Hukumat qarori bormi? Vazirlik yoki hokimlikning rasmiy sahifasida yozildimi? Agar faqat Telegram kanalida yoki noma'lum saytda bo'lsa, darhol ishonmang. Ayniqsa havolaga kirib karta ma'lumotlarini kiritish so'ralsa, bu juda xavfli. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, pul tushgan sanani, summani va yuboruvchi nomini tekshiring, bank ilovasiga kiring. Operatsiyalar tarixidan 25.000 so'mlik tushumni toping. U yerda ba'zan tashkilot nomi, to'lov turi yoki izoh ko'rsatiladi. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Lekin hech kimga SMS kod bermang. Telefon orqali kartaning maxfiy raqamlarini aytmang. Ikkinchi qadam, mahalla yoki to'lovga mas'ul tashkilotdan aniqlik kiriting. Agar siz moddiy yordam uchun ariza topshirgan bo'lsangiz, fuqarolar yig'iniga borib, menga tushgan 1.500.000 so'm qaysi qaror yoki ro'yxat asosida ajratilgan deb so'rang. Iloji bo'lsa, arizangiz ro'yxatga olingani yoki yordam ajratilgani haqida yozma ma'lumot oling. Og'zaki gap ham kerak, lekin yozma hujjat har doim kuchliroq. 3-qadam, hujjatlarni bir papkaga yig'ing. ID karta yoki pasport nusxasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati. Ishsizlik yoki ish joyi haqidagi ma'lumot, ijara shartnomasi, kommunal to'lovlar, kasallik bo'lsa tibbiy hujjatlar, daromad haqida ma'lumotnoma, ariza nusxasi va bank tushumi haqidagi ma'lumotni saqlang. Agar keyin savol tug'ilsa, siz kutib turing, izlab ko'ray deb yugurib yurmang, darhol ko'rsata olasiz. 4-qadam, agar xato bo'lganini sezsangiz yashirmang. Masalan, siz ariza topshirmagansiz. Lekin kutilmaganda 1500.000 so'm tushdi. Yoki sizga bir marta emas, 2 marta tushdi. Yoki boshqa odamning ismi ko'rsatilgan SMS keldi. Bunday holatda pulni darhol sarflamang. Bank va tegishli tashkilotga murojaat qiling. Chunki xatoni vaqtida aytish sizni keyingi muammolardan himoya qiladi. 5-qadam, agar sizdan pulni qaytarish talab qilinsa, darhol vahimaga tushmang. Avval yozma asos so'rang. Qaysi qarorga ko'ra, qaysi tekshiruv natijasida, qaysi ma'lumot noto'g'ri deb topildi? Qaytarish tartibi qanday degan savollarni bering. Og'zaki qaytaring deyish boshqa, rasmiy talabnoma boshqa. Agar haqiqatdan ham xato siz tomondan bo'lmagan bo'lsa, tushuntirish xati yozing va hujjatlaringizni ilova qiling. Tushuntirishda hissiyotga berilmang. Aniq yozing. Qachon ariza berdingiz? Qanday ma'lumot taqdim qildingiz? Pul qachon tushdi? Nima asosda olgan deb hisoblaysiz? 6-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar kimdir davlatdan qo'shimcha 1.500.000 so'm chiqdi, mana shu havoladan ro'yxatdan o'ting desa, havolani ochmang. Agar ochgan bo'lsangiz ham, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kod, SMS kod, bank ilovasi parolini kiritmang. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz. Telefon ishlatishni endi o'rgangan odamlar
ko'proq aldanib qoladi. Firibgarlar odatda shoshiradi. Hozir aytmasangiz pul bekor bo'ladi. Bugun oxirgi kun, navbat tugaydi. Rasmiy jarayonlar esa hech qachon sizdan maxfiy kod talab qilmaydi. 7-qadam, agar haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, qonuniy yo'l bilan murojaat qiling. Mahallaga boring, oilaviy holatingizni tushuntiring. Ariza yozing, mavjud hujjatlarni topshiring. Agar rad javobi olsangiz, sababni so'rang. Rad etish sababi daromad yuqori bo'lgani, hujjat yetishmagani, ro'yxatdagi ma'lumotlar mos kelmagani yoki boshqa asos bo'lishi mumkin. Sababini bilsangiz, keyingi safar xatoni to'g'rilash oson bo'ladi. Masalan, ijara shartnomangiz yo'q bo'lsa, uni rasmiylashtirasiz. Ishsizligingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, tegishli tashkilotdan ma'lumot olasiz. Farzand hujjati muammo bo'lsa, FADga yoki tegishli idoraga murojaat qilasiz. 8-qadam, har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Telegramda, YouTube izohlarida yoki qo'shnilar orasida tarqalgan gaplar yordamchi ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin yakuniy haqiqat emas. Rasmiy saytlar, vazirliklar, hokimliklar, banklar va mahalla tizimi orqali aniqlik kiriting. Agar siz biror qarorni tushunmasangiz, mutaxassisdan maslahat oling. Huquqiy masala bo'lsa, yuristga murojaat qiling. Moliyaviy masala bo'lsa, bankdan yozma ma'lumot oling. Demak, 1.500.000 so'm olganlar uchun eng muhim xabar shuki, pul tushgani yaxshi, lekin uning manbasini, asosini va hujjatini bilish shart. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, uni yashirmasdan vaqtida aniqlashtirish kerak. Agar kimdir sizdan kod, karta, parol yoki oldindan pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Hujjatlaringizni yig'ing, pul manbasini tekshiring. Rasmiy idoradan aniqlik oling va shoshma-shosharlik bilan hech kimga ishonmang. Sizningcha 1.500.000 so'm olganlar uchun yana qanday savollar muhim? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimnidir katta muammodan saqlab qolishi mumkin.